iPhone'ga App Store'da $8 bo'lgan Minecraft'ni kelgan o'rnatamiz. To'xta. What? $8 hisoblab ko'raylikchi. $96,000. What the fuck, bro? 96,000 endi yoningizga qoladi. Oh my god! Wow! Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, videoni boshlaymiz. Obunachilar, agar shu videoda 50 ta like bo'lsa, men to'liq YouTube'ga qaytaman va bunaqa foydali videolar ko'proq chiqadi. Birinchi o'rindan biz App Store'ga kirib olamiz va App Store'dan account bo'limiga o'tamiz. iCloud'ni ustiga bosganimizda hozir bizda o'yin ochiladi. Menda загрузка bo'ladi, Face ID va ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan Counter Region deb qo'ygan. Menda O'zbekiston turibdi. Shuni biz Xitoyga o'tkazishimiz kerak. Agarda Xitoyga o'tkazsak, Xitoy serverda Minecraft tekin. Shuning uchun hozir biz O'zbekistonning ustiga bosib turib, Xitoy regioniga o'tkazib olamiz. Hozir bu yerdan o'tkazishlarni ko'rsataman va Minecraft yuklaymiz. Bu yerdan Chinese deb qidiramiz va China mainland degan chiqadi. Shu yerdan continuous bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda agree qo'shamiz. Ozgina to'g'riladigan narsalari bor. Bu yerga xohlagan harf nimalarni yozaverasiz. Va o'zim ham tushunmayman. Sizlar tushunsanglar bilmadim. Bu yerga yozamiz. Men keyin xohlaganim aytasan familiya. Va biz ular bo'lmaydi deyapti-yu, eplaymiz. Qaysini? Mana donni bosamiz. Buni kerak emas. O'zgartirish kerak, nomer ham bo'lmaydi deyapti. Ozroq yozamiz. Va donni bosib, shu yerda ozgina xatolar bo'lsa to'g'rilab olasizlar. Shularga qarab to'g'rilagandan keyin yana bu yerda nimani to'g'ri deyapti? Zik. Bizga tezroq ochilsa, va mana ko'rishingiz mumkin, hozir meniki bu regionga o'tdi. Mana Counter Region deb turib, mana qanaqadir koreysni tushunmayapman va donni bosamiz. Hozir bitta загрузка berdi. Ko'rishingiz mumkin, qidiruvga o'tamiz. Mana полный xitoycha rejimga o'tdi. Bu yerdan endi biz Minecraft deb qidiramiz. Inglizchada yozaveradi, Minecraft deb chiqdi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda Minecraft modus ham deb qo'ygan. Obunachilar, ko'rishingiz mumkin, har xil Minecraftlar bor, Minecraft modlar bor. Minecraft skilllar, qurol modlari. Biz bu yerdan o'zimizga kerakli Minecraftni mana turib bosamiz. Hozir men yuklab bo'lganman. Shuning uchun sizlar загрузка deb chiqadi. Unaqa ko'p megabayt emas, 3 gigabayt pashti. Mana rasmlarni ko'rishingiz mumkin obunachilar. Birga bir o'zimiz Minecraft bilan. Agarda obunachilar shu videoda aytganimdek 50 ta like yig'ilsa, men bu Minecraftga qanday qilib mod o'rnatishni ko'rsataman. Va bu yerdan OK deb bossak, meni Minecraftga olib ketadi. Agar video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, hozirroq pastga tushib kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bunaqa qiziqarli videolar ko'plari oldinda. Xayr, salomat bo'ling.